Balınızның məktəb hayatı başlanğanda təkidləşki tiliş 20 qoida tayyorlovchi doktorlar atriti məktəb hayatı başlandı. Balınızның əməl qilishi kerak bo'lgan tövəndikidək 20 tulik asosliq ish harakat qoidasini xotirlatib o'ting. Birinchi, boshqalar so'z qilganda diqqat bilan anglang. Ikkinchi, do'stona salomlashing va jonliq ovozda javob bering. Uchinchi, boshqalarga talab narsaning sizga tara emasligini biling. To'rtinchi, uyga kirishdan burun oyog'ingizni silib belgilangan o'ringa qo'ying. Beshinchi, o'rindiqda ratlik o'ltiring. Oltinchi, hamisha toytiz ratlik va dazmollangan kiyimlarni kiying. Yettinchi, o'g'ilish mustilimizni va atrofimizni ratlik va pokiz tuting. Sakkizinchi, vaqtida uxlab, vaqtida o'rninizdan turing. To'qqizinchi, qon to'nlashda qilishni odat qiling. 10-chi, tishingizni cho'tkalashni unutmang. 11-chi, hargiz yolg'on so'zlamang. 12-chi, hech qachon savoqdishingizni yolg'iz tashlab qo'yma. 13-chi, yordamga muhtoj kishilarga yordam qiling. 14-chi, boshqalar haqida yomon deb qilmang. 15-chi, hammalar bilan inoq o'ting, billa o'ynang va billa ishang. 16-chi, yolg'iz o'ynama, boshqalar bilan billa o'ynashni o'rganing. 17-chi, texni kuchli bo'lish va tabiatdan huzurlanish uchun sirtda o'ylang. 18-chi, agar xatolik o'tkazsangiz, kim ko'nglingizdan kechirim so'rang. 19-chi, o'qituvchi va to'g'rilarni hurmatlang, ularning nasihatini qabul qiling. 20-chi, maktabning va jamiyatning mol-mulkini asrang, ularga ziyon solmang. En oxirida doktorlar qonurimizga a'zo bo'ling va taqib qo'ying. Rahmat.